Assalomu alaykum, Persep ishqibozlari. Mana navbatdagi Persepimiz Xudo xolasa Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa qishlog'iga jo'natilmoqda. Bu Persepimiz razmeri yana 1.80, uzunligi 3.5 metr. Mini traktor uchun tayyorlangan Persep. Mana Xudo xolasa mana laboga Persepni yasab ketdi. O'rna bog'lab, chiroyli qilib, chiroqlargacha yoqib berdik. Laboda sudrab ketadigan bo'ldi. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Uchtepa qishlog'iga. Mana orqada bitta chiroqni yoqib qo'yib qo'ydik. Patpanliklar yonib ketadi, xolasa. Bu Persepimiz o'ngga chapga ag'diradigan variantda mini traktor uchun tayyorlandi. Balonlarimiz 15-20 metr bo'lgan Stupitsa diskasi. Silindrlik shlankalargacha qo'yib berdik. Risollarimiz traktor teleskasining risollaridan. O'slarimiz rossiyskiy bir o'tirilgan. Mana silindrimiz holatlari ham sostenasi yaxshi, tiniq, xolasa. Bortlari to'ril tomonga olinib, ochiladigan variantidan. Kimga qanday Persep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimizni ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishlari mumkin. Persepimiz egalari o'zlari chiroyli qilib o'rnashtirib olishyapti. Bog'lab. Mana 60 u 390 yig'a. Shularni tortib ketadigan bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga omad, charchamanglar. Mana, tog'a Persep ma'qul keldimi? Albatta ma'qul keldi-da. Mana mini traktorlarga Perseplar tayyorlab berdinglar. Bizga yoqdi. Xudo xolasa mana yaxshilik kunlarga ishlatamiz. Xudo xolasa. Zo'r, chiroyli tayyorlangan. Nasib qilsin, tog'a. Nasib qilsin shunaqa Perseplar. Rahmat sizlarga mustaqillar. Qo'ylar dard ko'rmasin iloyim. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.